Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz novda. Novda nima? O'simliklarning yer usti organi bo'lib, poya hamda unda joylashgan barg va kurtaklardan iborat. Vazifasi: poya ildiz orqali shimilgan suv va minerallarni barglarda hosil bo'ladigan fotosintez jarayonida hosil bo'lgan organik moddalarni o'tkazish vazifasini bajaradi. Shuningdek, poyalarda fotosintez jarayoni amalga oshadi va oziq moddalar tashish funksiyasi ham bor va jumladan vegetativ ko'payish organi ham hisoblanadi. Demak, poyalarda bilamiz, barg, kurtaklar joylashgan bo'ladi. Ularni joylashuvi bilan tanishib o'tamiz. Poyaning barg va yon kurtaklari joylashgan qismi bug'um deb aytiladi. Ikkita qo'shni bug'umlarning orasi bug'um oralig'i deb aytiladi. Tuzilishiga ko'ra poyalar aynan ichki tuzilishiga ko'ra ikkiga bo'linadi: yog'och poya va o't poyaga. Yog'och poyaga terak, qayrag'och, o't poyaga esa arpa, ituzum kabi o'simliklarni misol keltirishimiz mumkin. O'sish yo'nalishiga ko'ra poyalar xilma-xil bo'ladi. Tik o'suvchi, ilashib o'suvchi, o'rmalab va o'ralib o'suvchi poyalar bo'ladi. Tik o'suvchi poyaga asosan bularni tuzilishiga keladigan bo'lsak, mexanik to'qima yaxshi rivojlangani uchun vertikal yo'nalishda o'sadi. Aynan olma, bug'doy, rayhon, qalampirda xuddi shunaqa tik o'suvchi poya bor. Ilashib o'suvchilar biror narsaga ilashib o'sadigan o'simliklar hisoblanadi. Misol uchun tok, bodring, qovoq, no'xat kabi o'simliklarni olishimiz mumkin. Yana no'xatda demak gajaklar ham paydo bo'lgan. Bu gajaklar ham ilashib o'sishga yordam beradi. Demak, o'ralib va o'rmalab o'suvchi poyalar ham bor. Ular bironta tayanchga o'ralib oladi. Misol uchun qo'ypechak. O'rmalab o'suvchi poyalarda qo'shimcha ildizlar hisobidan ular yangi poyalarni, o'rmalovchi poyalarni hosil qiladi. Aynan qulupnay va g'ozpanjada mana shunaqa o'rmalovchi poyalar mavjud. Kurtak nima? Kurtak bu boshlang'ich novda, boshlang'ich poya, boshlang'ich barg va boshlang'ich kurtakdan iborat o'simlikning organi hisoblanadi. Vazifasi asosan bilamiz, kurtaklarni tashqi tomondan ularni har xil qurib qolishlardan, sovuqdan, issiqdan himoya qiluvchi shakli o'zgargan barglar bilan qoplanganligini ko'rishimiz mumkin. Asosiy bu shakli o'zgargan barglar ularni himoya qilish vazifasini bajaradi. Kurtaklarning xillari: novda uchida joylashgan kurtak uchki kurtak, barg qo'ldig'ida joylashgan kurtak yon kurtak deyiladi. Yon kurtaklardan yangi novdalar shakllanar ekan, qo'shimcha kurtaklar ildiz hamda barglarda hosil bo'ladi. Barg nima? Barg novdaning yon organi. Bargning vazifalari bir qancha, demak jumladan fotosintez qilish, suv bug'latish, ya'ni transpiratsiya, gaz almashinuvi, vegetativ ko'payish, oziq moddalarni jamg'arish funksiyalari bor. Barglarning tomirlanishiga ko'ra, demak, bir urug' pallalilar va ikki urug' pallalilarda barg tomirlanishi bilan tanishib chiqamiz. Ikki urug' pallalilarda tomirlanish to'rsimon va patsimon bo'ladi va barglari bandli bo'ladi. Ushbu rasmlarga qarasangiz, mana bu o'rtadagi rasmda ham to'rsimon tomirlanish va barg bandli holatda bo'lyapti. Bu ikki urug' pallalilarga xos. O'rik, nok, bodring, qovun kabi o'simliklarda mana shunaqa tomirlanish kuzatiladi. Ikkinchi xil tomirlanish usuli bu bir urug' pallalilarda yoysimon yoki parallel tomirlanish hisoblanadi, bargi bandsiz. Demak, mana bu rasmlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, albatta bandsiz, shunchaki poyaga yopishib turgandek barg turganligini ko'rishimiz mumkin. Bu asosan bug'doy, makkajo'xori, sholida xuddi shunaqa barglar uchraydi. Demak, bargning suv bug'latishi uning tuzilishiga bog'liq ekan. Ba'zan barglar mayda ignachalarga aylanadi, qarag'ayda va tangachaga, archa, saksovulda mana shunaqa barglar uchraydi. Bundan maqsad nima? Albatta bu suvni kam bug'latishga moslanish belgisi hisoblanadi. Endi bargning poyada joylashishi asosan uch xil ko'rinishi bor: navbat bilan, qarama-qarshi va halqasimon joylashish uchraydi. Olma, o'rik, terak, tut, pomidorda poyani har bo'g'imida bittadan barg navbat bilan joylashadi.
rayhon, yalpiz, kiyogutda har bir bo'g'imning ikki tomonida bir-biriga qarama-qarshi joylashadi. Sambutkul qirqbog'imda poyasini har qaysi bo'g'imida ikkitadan ortiq barg halqasimon joylashgan bo'ladi. Bargning turlari. Bargning turlariga ko'ra, agar barg bandida bitta barg joylashsa, bu oddiy barg deyiladi. Misol uchun olma, nok, o'rik, shaftolida xuddi shunaqa joylash kuzatiladi. Bitta barg bandida bir nechta bargchalar bandchalari orqali joylashsa, murakkab barg deyiladi. Bunga atirgul, namatak, yeryong'oq, gledichi, akatsiyalarni barglarini keltirishimiz mumkin. Demak, shakli o'zgargan novdalar. Ko'pchilik o'simliklarda novdalar qo'shimcha vazifalarni bajarishga moslashib, o'z shaklini o'zgartirgan. Ularning vazifasi, bunaqa shakl o'zgarishida nima foyda bor ularga? Demak, ularning shunaqa vazifalari bor ekanki, shakli o'zgarishning ham foydali tomoni oziq moddalar to'plash, o'simliklarni har xil tashqi ta'sirlardan, sovuqdan, issiqdan, har xil kasalliklardan himoya qilish va ko'payishga xizmat qilish vazifalari bor ekan. Demak, shakli o'zgargan novdalar, ya'ni yer usti novdalariga tikan, gajak, gul misol bo'ladi. Shakli o'zgargan yer osti novdalariga ildizpoya, tugunak, piyozbosh misol bo'ladi. Keling, ushbu rasmlarda yuqoridagi ma'lumotlarni demak ko'rib, tanishib o'tamiz. Mana barglarni joylash birinchi holatda navbat bilan joylashish, ikkinchi holatda qarama-qarshi, uchinchi holatda mana S rasmimizda halqasimon ko'rinishdagi barglarni joylashini ko'rishimiz mumkin. Endi oddiy va murakkab barglar. Mana qarang, birinchi 3 ta bargimizda bittadan barg bandi bilan joylashgan. Murakkab barglarimizda bir nechta yaproqchalar, bular ham bandi bilan demak joylashgan. Faqat farqi oddiy bargdan bir nechta barglar bitta o'sha barg bandiga terilganga o'xshab turibdi. Shakli o'zgargan novdalarga bir qancha misollar keltirilgan. O'sha piyozbosh, mana demak kartoshka va boshqa ildizpoyalar keltirilgan. Ular bilan tanishib o'tishingiz mumkin.